محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli qarindoshlarimiz, bizdeki bu qatimki dersimizge yine hoş kelibsizlar. Bizdeki bu qatimki dersimizdeki asosiy mavzui, yani Hindu dinininki üstüde to'xtalamiz. Yani Hindu dinininki, yani Hindistonliklarniki dini. Şu dininki üstüde qisqa to'xtalamiz. Endi qisqa deyishimizda, çünkü bu dininki bir ayrım bir din bo'lgandan keyin buningki ustida to'xtalish, ham uningki muqaddas bir qancha kitoblar bor. Yani bunun üstü to'xtalgan vaqt o'zida nihoyatda jiq hamdi. Shundoq bo'lsa-mu, biz buningki ustida nihoyatda qisqa tushunishli qilib imkonimiz yetgan qadar buningki ustida to'xtalamiz. Endi oldingi darsimizda din degan nima, dinning mohiyati nima, din degan insoniyatga, yani insanlarınki dinga ihtiyacı var mı yok mu? Onun da başka dillar meni qancha qism bo'ladi degan mazmunniki ustida bizniki bu iman degan tavhid degan darsimizning ustida meni to'xtalgan edik. Aslida bizniki iman va tavhid degan darsimizning ichida o'qilayotgan va deyilayotgan kitoblarniki ishida bundoq bo'lmasmi? Lekin bizniki imonimizdagi, yani tevhid ve itikadimizdeki resmi doğru bir şekilde cezmen aniq bir qilib o'qish uchun buniki ziddi olan, yani bizdeki İslam dinimizdeki itikadi ve imanı o'tirib qo'ygan imanınki qarshisi olan ve onunki ziddi olan narsani ma'lum derecede onu bilish kerak. Endi bilish jarayonida bunuğa iman mustahkam bo'lib, o'sha bunu bir tadqiq qilib bakay, bunu bir seliştirip bakay zat qandaq gap deb undaqa vaqt o'zida bundaq bir odamga ilmiy qobiliyat va u odamniki mana iymoni mustahkam bo'lsa, o'shaning o'zida bu to'g'ri bo'ladigan gap. Bo'lmasa, undaq bo'lmay tatib qolsa, men uni tekshirib baqaman deb u yerga vaqt o'zida insonda shayton va kechimi kunduz ayrilmaydigan hamma narsamizga mudohala qilgan shayton bo'lgandan keyin balkim bu yerda bir chatoq chiqishi mumkin. Biz hem de şu itibarıyla bu başka İslam dinimizden başka bir dininki üstüde kısaca bir toxtalışınki üstüde bir bunu muvafıqçı köydük. Hem de milletimizge ve halkımızga bir payda qala degan asasda. Hem de bu din esi, yani ilmu din deb atıldı, yani din ilmi, din fakultet, yani diller fakülteti ya ki din fakülteti ve din tehassusi deb ayrım bir pen hazır dünyadan mevcut bazı bulmakta. Şunu hazır okudu hem de bulup mu? Mene bu Marx, Engels ve Darwin'ninki nazarisi umumuzu çökkendiğin kin, onunki Abdi Beşir'si resmi çıkıp vayran boğandiğin kin, bu adamlarınki mene dini olan ihtiyacı başkalatın mene örlepçi çıktı hem de. Yani başkalarının bu dinga ihtiyaç bo'ladigan, din bo'lmasa çok bo'lmaydigan deydigan bir xil an meni xalq o'rtasida umumlashdi. Yani Marx, Engels ve Darwin'larniki o'tirib qo'ygan, kommunist ve ateistlarniki o'tirib qo'yayotgan din yok. Yani dinni itikadi yok. Bu dinninki paydo bo'lishi insonlar taraqqiyotiniki bir havadis bir qismi. O ma'lum muddatdaki tugaydi deydigan bu nazariyaniki xato ekanligi isbotlangan ekan, hozir hamda insonlarniki hammasi degidek hozir din zot bo'lmasa bo'lmaydi ekan degan bu bir xulosaga cho'p keldi. Meni buniki ustida biz oldingi darsimizda insoniyat dinga muhtojmi, zarur emasmi deganniki ustida to'xtalib, dinniki o'zi asli insonlarniki dinga asli nimasi va o ihtiyacı var. Kandaki insanlarınki havaga, suğa, mene yemek içmekke, mene canğa yaşaş üçün buna ihtiyaç boğandık. İnsaniyetin bu dinsiz
men her güz mene o hajatçı köçüramaydı degan mazmunda mene ma'lum darajada to'xtaldik. Hozir endi dinniki hozir türe nayeti jiq. Bazı ulamolarniki deyişçe, hem de aldığımız dersimizde din esasen iki kısım buludu. Birisi vad'i, insanlar tarafından uydurulgan din. Yeni birisi asman tarafından, yani düşürülgen din. Dep ikiye bölgen bulduk. Asman tarafta düşürülgen, yani ilahi tarafta keltirilgen dinniki üzü. Yani şundak dep atası bir samavi din deydi. Endi İslam dinimizden başka olan Yahudi Nasaralarniki dinniki asman taraftan keldi dep itiqad qilsak mı? Lekin onunki köp kısmı asli kıyafetini, asli şeklini çok koymagan. Biz bunun üstüde aldığı dersimizde toxtalgan edik. Endi insanlarniki muşu bazı köz qarashlarının mesela 3300 tane adır yer şazda dinço ba dep baştakçı itiqad qıldı demdi. Muş fikirde. Endi bu 3300 tane din degan qanchalik emdi? Yani bazıları deydi 10 bin tane etrafında, yani dinninki içideki her bir dinning içideki mezhep her xil o'xshamaygan köz qarashni qatag'aga vaqtida ushaq tushak 10 mingdan oshidi deb mundaqcha parazchoq qiladi. Mana bu dinlarniki hammasi nima bildirdi desa, insonlarga jazman bir din, yani bir e'tiqod, bir angchu lozimkan. Bu bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi ekan degan gapniki o'zincha o'ttirib qo'ydi. Bu demak, yani kommunist va ateist Darwinizmlarniki o'ttirib qo'ygan dinsiz bir jamiyat keladi. Bu din insonlarniki, yani angsiz, yani qadimiy ibtidoiy jamiyatda bir narsaki o'zini qanday qo'yganini uqamay ang seviyasi to'van bir jamiyatda borlik kelgan bir hodisa deganlikniki o'ziniki men xato ekanligini bir hozir nima qildi o'chani o'zida men bilgancha bo'ldik hamdi. Bu isbotlandi. Zat bu xato ekan deb. Unda o'g'andan keyin bizniki hozirgi men dinniki ustida ma'lum darajada hammasini ustida to'xtalib bo'lamizmi? Bir qancha dillar bor. Shuniki ustida to'xtalamiz hamdi. Hamdi din aslida men asli insoniyatning vujudiga qo'yilgan dinniki o'zi islom din. Bu eng qadimiy birinchi yer shariga Odam alayhisalom yaratishidan billa, yani Odam alayhisalomga o'rgatilgan qo'yilgan din islom din. Yani islom din iborat bo'lgan bu din. Lekin insonlar hozirgi amaliyotda mana realizmda yashayotgan bu e'tibor bilan islom dinimizdagi Muhammad alayhisolatu vassalomning kelganligini va uniki oldida bir qancha din o'tganligini mana bu e'tibor bilan va qadimiy din va keyingi din deb bunda bir e'tibor bilan mana bu charning o'zida mulohaza qilgan holat shu bu yerda shakllandi. Bu yerda shakllandi. Endi şu dillarniki içida en qadimiy deb hisoblangan bir din var. O dinniki o'zi Hindu dini deymiz. yoki Hindi dini deymiz. Yoki olmaydi Brahma dini deb ataladi. Mayli Hindi dini deyli, ya Hindus dini deyli, yoki Brahma dini deyli. Yani hammasiniki, yani ma'nosi bir. Onunki labzisi ve atılış telaffuzu o'xshamagan bilan onunki bir qancha ismi çok barmışında. Hindus dini, Hindi dini, Hindu dini, Brahma dini deydigan. Mana bu din hozir yer sharida men bu tartib bo'yicha eng qadimiy din deb hisoblanadi. Bu dinniki o'zi hozirgi zamonimizdan 3500 yil burun meni barliq kelgan meni din deb meni hammasi shu mustaqil deb qaraydi. Endi şu 3500 yilniki oldida taxminan buniki oldida bayla kelgan bo'lgandan keyin uningdan keyingi dinlar men mushu dinniki asos bir qismi deb mudaqcho ko'z qaraydi. Biz shuni oldi bilan shu vaz'iy din, yani insonlar o'ydirib chiqqan xato dinniki ichidagi eng qadimiy din deb hisoblangan Hindus din, yani Hindu yoki Hindi bizning Uyg'ur tilida nima deb atildi. Yoki Brahma dinniki ustida, bunun ustida nima qilamiz? To'xtalamiz inshaalloh. Yani az, yani qismida. Endi bu Hindu dinining ustida biz nima uchun to'xtalamiz? Nima uchun buning ustida gap qilib qolamiz? Desa, buniki
gap qilishninki sabab qilgan omil bo'lgan bir qancha omillar bor. Shu sabab, shu omilniki sababidan biz mana Hindu din degan bu Brahma din deganniki ustida to'xtab qolishga va birinchi qatim to'xtashga bu turtkichi bo'ldi. Buniki birinchisi qolgan dinlarga nisbatan, ya'ni tarixiy voqea hisobdan eng qadimiy din. Masalan, qadimiy din, masalan Yahudi, Nasara, Yahudi va undan boshqa dinniki eng nima qilsak, uçan o'zida bu Yahudi dinniki üzümü, mana bu miladiniki oldida, ya'ni 1000 yil atrofida Musa alayhisalom kelgan bo'lsa, shu vaqtdan tortib bu Yahudi din bor. Ammo bu Brahma dini deyotgan, Hindus dini deyotgan, mana bu 3500 yil atrofida nihoyat qadimiy bir din. Qadimiy din bo'lgani uchun, amaliyat bo'lgani uchun, shu boshdan boshlaydi deb, shu birinchi qatim bu dinni mana to'xtatishimizga sababi bu. Endi ikkinchi sabab bu Hindu diniga e'tiqod qilgan kishilarning o'zi 1 milliard atrofidagi insonlar voy to'g'ridan bu haqdan deb bu din uchun e'tiqod qiladi. Yani 1 milliard atrofida buniki ergashishlar ashida 1 milliard atrofida bo'ladi. Yana bir sabab, yani üçüncü sababni deb aytsak, biz endi islom dinimizga da'vat qilsak, kishilarni va o'zimiz ishonib rasmi men e'tiqod qilgan bir dinimiz islom din va e'tiqod qilishlar birlikda boshqalarniki o'zini biz da'vat qilamiz. Da'vat qilgandan bu dindagi har xil, ya'ni bu shu Brahma, ya'ni Hindus dinidagi har xil qaloq, shundoq odamning aql ko'tarolmagandak, shundoq qaloq, shundoq sapsata, uniki hech qanday bir mohiyati yo'q, shundoq bir ishlar bor. Mana bu islom diniga da'vat qilgan odamning o'zi bunu resmi bilish kerak. Bilgandikin, anadikin islom din o'ttirib qo'ygan e'tiqod, ibodat, axloq, muomalaniki ne kadar to'g'ri va insonniki tabiatiga, aqlga ne kadar muvofiq ekanligini bu yerda çok bilalaydi. Men bu sebepten biz şuna bu Hindu diniki üzerine, yani Hindus diniki, Brahma diniki üzerine birinci qatim mana bu to'xtashimiz sebebi çok bu. Yine bir taraftan bu Hindi dini mana qolgan dinlarniki asas manbai Hindi dinidan kelgan. Mesela Buddizm deyli, mesela Çin dini deydi, onundan başka Sikh deydigan va onundan başka bir qancha dinlar var. Şu dinlarniki asas manbai şu Hindi dinidan şu yerdan asaslanib chiqqan, şu yerdan parchalanib chiqqan din. Anda o'g'andikin bu dinniki o'zi bunu okumasak, bunu bilmesak çok bulmaydı. Bu dinlik üzü, men parçalıp çıkan dinlercek, onun başkan, samavi divatkan, Yahudi ve Hristiyanlarınki dinine tesir köstü daha iyi. Acayip tesir kösetken. Acayip tesir kösetip, mene bulanınki, hatta bu yıllık Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu doğru şuna deydi ki, وَقَالَتُ الْيَهُدُ اُزَيْرِ ibn Allah. Yahudiler şuna deydi. Uzer Allah'ınki oğlu deydim. Nasaralar çoğun Mesih Allah'ınki oğlu deydim. Mene vakalet Nasara el Mesih ibnullah deydim. Zalike kavluhum bi efvahim. Mene bu Uzeyr'inki Allah'ın oğlu. İsa'nınki üzerine Allah'ınki oğlu deyişi ulanın ağzı ki ameliyat uyguncu emez. Allah Teala hiç kanday vakti balısım yok, hem öğrenmeyen. O ayarlıkçı işçi bulmagan. Kandak kılıdı bulan? Yüzahiyuna kavlellezini keperu min kabl. Bunun aldığı ötken kapırlarınki kavl sözleri. Oştup, men muşundak deydi o. Vay Uzeyr Allah'ın oğlu, İsa degen Allah'ın oğlu deyip, bundan burun, ula ötken birmiş kapırlar var. Bunu muşundak deydi, o kavl. Mene bu burun bunu ötken dinlinki üzeri mene Hindus dini. Yani Hindi dini. Muşu dindiki aşk işlemi kandak kılıp deyilse, mene ulamı şuna deydi. Ulanınki itikadı da Brahma degen ilah deydi bulan. Brahmanınki oğlu var, Krishna deyip gelir. Bunu deyken, bunun üstüden toxtalımız. Mene bu ilah oğan muşu Brahmanınki üzü, Krishna'nınki üzügen. Kandaki Hristiyanlar açta itikat kandak, Yahudiler açta itikat kandak. Allah Uzeyr'inki üstügen, cisime düşken. Allah yani ilah İsa'nınki cisime düşüp
Yani bu yerde lahut, yani bu yerdeki lahutniki yüzü bu nasut. Yani bu şu tabii maddenin yüzüge birleşip anındaki bu yerde namayan boğan dep men muştahdap nima qiladi bular e'tiqod qilishdi. Buniki aynini men Hindi dinidagilar muştahdap nima qiladi buni e'tiqod qiladi. Bu e'tiqodning o'zini Qur'oni Karimda Allah aynan shu davodi. Yani bularniki oldida o'tgan kofirlarniki so'zi o'xshatib mushtaq İsa Allah'ın oğlu, Uzeyr Allah'ın oğlu deb mushtaq deydi emasmi bular? Deydemdi. Mana bu itibardan buniki dininiki o'zi buniki kelgan, shuniki dini kelgan bütün dinlarniki hammasi asosan ta'sirini shu ko'rsatgan. Shuningdek bu dinniki o'zimi qandaki Hristiyan, Yahudilik ta'sir ko'rsatgandek bizniki islom dinimizgimi buniki ta'siri xato mushundaq e'tiqodi bizga uchun ta'sir shu ko'rsatgan. Buniki ichidagi bo'lib bu tasavvuf, sufi deyotgan men mushlarga mushu Hindu diniki e'tiqodi bular singib kirib yoki bular uni qabul qilib shu orqali ularniki e'tiqodgan ba'zi e'tiqodning o'zini qabul qilib men mushundaq shu e'tiqodchi qilishgan. Mana mushu sufilarning e'tiqodidan masalan vahdatul vujud, ulul va tanasuh deydigan mushunda bir nimalari va e'tiqodlari çok bor. Men mushu e'tiqodniki o'zini Hindu dinidan bu men musulmon turib tasavvuf men Allohga yaqinlashman deb turib chekib ishib ketib, ezib ketib, men mushuni ashlidan nima qilgan bular olgan. Men mushu e'tibor bilan men mushu sababninki jahdidan bizniki bu dinni bu dinni dars qilishimizga sababchi meni bu. Endi yeni bir siyoniki oltinchisi bu Hindi diniki bu ders qilib yani bundaq birinchi qilib bundaq qilishimiz sabab yeni birisi. Mushu Hindi dinidagi kin birinchi dinlar aviyati deganimizda barliq kelgan. Masalan, Budda dini deyli, Sikh dini deyli, Chin dini deyli, Chini deydigan bir din bor Hristiyanimada, o'sha Hindistonning o'zida. Mana bu dinlar aşı dindan parchalib chiqqan. Unda o'zikin bularniki dinlik o'zi bu Hindu dini parchalib chiqqan bo'lganikin Hindu dini zat o'qimasak-chu, bilmasak, tushunmasak-chu bo'lmaydi. Mana mushundaq 5-6 xil mushundaq sababniki yuzidan biz bu Hindu dinini o'qishimiz va tadqiq qilishimiz va o'qib baqishimiz-chu, buni o'qishimiz-chu kerak. Endi buni o'qqandan keyin buniki aşında xato bir e'tiqodiniki o'zini men musulmon mo'min deb turib bizga çok kirib qolmaslik çok kerak. Buniki oldin şu erişimiz çok zarur. Mana bu sebepten bu Hindu diniki ustida nima qilamiz bu yerda to'xtalamiz. Endi bu Hindu din bormi? Ma'qul biz musulmon yashadik. Hozir endi dunyo nihoyat bak torishib ketdi. Bizniki aloqamiz har tarafda shunda kengib ketdi. Her yerde qandaq bir din e'tiqodsi hammani bilamiz. Tijorat, vakazo, ziyorat, sayohat masalasining o'zida. Anda o'adikin hozirgi davrning o'zida bu Hindu diniga, yani Brahma diniga e'tiqod qilgan mushtaq kishilar men bor. Hindistondagi ko'pincha kishilarniki o'zi men bu Hindu diniga nima qildi? E'tiqod qildi. Shuningdek Pokistonniki ba'zi tarafi Bangladesh va undan boshqa Sri Lanka degan davlatlarda yashayotgan ma'lum insonlar yani hozir qadar bu Hindu diniga e'tiqod qilgan ashtaq kishilar cho bor. Unda o'adikin mana mushu dinni biz men buning ustida to'xtalishimizga sababi cho mena mushu. Meni sababi cho mushu. Endi tahi yakınki zamangacha bu Hindu diniki o'zi bütün Hindiston yerim arlida Mel Pakistan, hazırki Hindistan, Nepal, muşu Bangladesh deyli, mesela Burma deyli, Sri Lanka deyli, muşu diniki asası muşu Hindu dini şu ide bulan. Kin anedeki bulaniki bu diniki hata ikenligi yüzce anedeki onu teşhirip anedeki bu hata iken dep yani o yüzüge layık olan başka dinlerini bu yerde keşif çıkargan. Anda o adekin bununki mukaddes dep qaralgan. Yani şu Hindu dinini barliq ekelilgan bulaniki mukaddes dep e'tiqod qilgan kishilarniki kitobi bormi yo'qmi? Bor. O kitaptaki ismi Pida deb atiladigan men mukaddes deb atilgan mushtaq bir nima va ularniki kitobi. Men Pida degan gapniki o'zi asli buniki sanskrit lug'at ma'nosi men ilm, ma'rifat
deb nima qiladi uni atiladi. Ya'ni sanskrit hozir yo'qoldi-ku bu tilniki o'zi yerlik, ana hindilarniki burunki yerlik bir til. Bu tilniki o'zi hozir munqariz bo'lib, hech qanday hozir shu qolmaydigan holatga shu keldi. Shu chog'dagi ashlniki tilida al-pida, ya'ni pida degan gap bu endi ma'rifat va ilm deb nima qiladi ekan, atiladi ekan. Mana bu kitobniki o'zini ular, mana bizniki Qur'oni Karimniki o'rnidek ular bu kitob muqaddas deb biladi. Muqaddas bo'lib shu kitobniki o'zida bütün e'tiqodniki hammasi degidek ash kitobdan chiqadi endi. Endi ularning e'tiqodida bu kitobniki o'zini mana Brahma degan iloh mana insoniyatga vahiy qilib mushtaq nima qilgan, evatgan. Yani bu pida degan kitobniki o'zi Brahmaniki so'zi bu, bizdeki ilahimiz bu koinot yaratgan mushu Brahma deydi endi Xoliq bo'lgan zotniki o'zi shuniki gapi deb bo'la nima qiladi, ular e'tiqodchi qiladi. Unda o'lgan bu al-pida, ya'ni pida degan gap kitobniki o'zi bu qancha qism, qanday kitob bu desa, men bu kitobniki o'zi 4 qismdan tarkib topadi. 4 tane qismniki o'zidan tarkib topadi. Birinchisi Raj Pida deb ataladigan bir qism ekan. Men bu asosan 2 bo'lakka bo'linib, buniki asosan 2 bo'lak bo'lingan asosan mesela dua, bunun o'ziga tushib namozlari var, undan boshqa men ibodat qismlari var. Shuni o'zi ichiga oladi. Buniki birinchi qismi bo'lgan Raj Pida degan qismi. Ikkinchi qismi Yajur Pida deb ataladi. Yajur Pida degan, ya'ni bu qismniki o'zida, ya'ni shu Hindu dinining e'tiqod qiladigan kishilarniki duosi, o'qiydigan ibodati, undan boshqa ibodatni qanday qilish kerak, qanday qilmaslik kerak degan mazmunda bu cho bor. Endi uchinchi qismi Sama Pida deb ataladigan, mana bu nemisi var, bir qismi cho bor bu al-Pida degan bu kitobniki. Bu As-Sama Pida degan bu qismniki o'zi asosan dini naqsh muzika. Dinga mansub bo'lgan nag'ma, ya'ni naqsh muzika va shuningdek diniy majburiyatniki o'z ichiga oladi. Şuna ulaniki naqsh muzika shundoq omroq bo'lishi, har xil muzikani chelish orqali o'ziga klassik deb qaralgan, men mushu narsaga vujud kelishi, mushu al-pida degan mushu muqaddas kitobniki 3-qismidan mushuni naqsh etishlik teksti va hokazo narsa kerak, mandaq etish kerak degan asos mushu bo'lgandan keyin men bu e'tibordan ulaniki bekatumay naqsh omroq qilib, men har xil shakldagi usul naqshini vujudga keltirishniki sababi buniki diniy e'tiqodiga bog'liq. Şu dini e'tiqod bog'liq bo'lgani uchun ular chiqayotgan muzika, ular chiqayotgan naqshniki har xil mushtaq bo'lishi uchun bu sababdir bo'lgan. Endi buniki 4-chi al-Pida degan kitobniki 4-chi qism bu. Bu kitobniki o'zi Atrva Pida deb mana nima qiladi, atiladi. Ya'ni atar pana deb atiladi ekan. Mana bu 4-chi qismi asosan buniki afsun. Ağırıp qalsa nima o'qiymiz, nima qilamiz, qanday qilamiz, anda qilibdi, manda qilibdi deb shuni o'qib, masalan, askar roh, mana jin chopishib qoldi, voy anda bo'lib qoldi, manda bo'lib qolsa, uni yo'q qilgan, uni qarshi turgan, uniki oldini olgan, uni saqaytirgan deganidek, shunday duo narsalar cho bor, afsun. Mana bu afsun qarab qolsak, Hindiston bag'alib biladi. Hatta buniki qanday ekanligini alohida televizor va kanallar cho bor buniki. Şu televizyon kanallarının yüzüde Allah'a ait şurada boğal, man okusunuz, anda kılsınız, man okusunuz, manda kılsınız dem. Her xil binası mı şu boynuğa uyabıya esip, hatta menvatkan maşinlere ve onundan başka motosiklet değil hem de rakşi degen. Aş dersdeki aldığı isvağallığını mukaddemiz, kürvatimiz. Benim bu itiqat, benim muşu al-Pida degen kitaptaki 4-chi kısmında muşun öz çıkargan degen. Benim muşunu kısak bay olumuz, anı kısak közlenmeydi, manı kısak, benim cin bizge çakılamaydı, cin tek sakıp kalımız diğerle tek kaçtak bir nas boğanlık için bulmuş işini çoğu kılıdım. Men buradaki mukaddes dep hesaplangan men muşu al-Pida degan kitapты men 4 qismdan iborat çok boğan buludu. Endi bu al-Pida degan bu kitap nemi tilde yazılgan? Bu acayip hayran qalarlık bir mesele. Bu al-Pida degan
bu kitapniki 3500 yillik oldi yozilgan bo'lgandan keyin sanskrit shu vaqt o'zida men sanskrit tilida yozilib ekan. Sanskritda yozilib bo'lgandan keyin bu tilniki o'zi aviyati deganimizda munqarizib tugidi, yo'qab ketdi. Yo'qgandan keyin buniki ichidagini faqat biladigan odam şu Brahma diniga, Hindi diniga e'tiqod qilib, shuniki mana rahbarlik qilayotgan olimlar var. Yani pop deydi yani. Bu poplarniki o'zi din odamlar faqat shuni biladi ekan. Undan boshqasidagi ulushi bilish qat'iy bo'lmaydi ekan. Ham ularniki boshqasidagi bilishi varan. Faqat dinni o'qigan, dinni yetakchilik qilgan, dini yani Brahma dininde e'tiqod qilayotgan shu eng a'li kishilar bularniki e'tiqodida ular men shular biladi buni, bulardan boshqa bo'lgan kishilarniki men o'rganishi va shuningdek ma Hindi dinidagi millatlarning boshqaniki o'rganishi qat'iy harom deb ashtaxtab çok qaraydi. Qarag'anlik uchun shu bu kitobniki men ko'p insonlarniki e'tiqodida bu kitoblar yo'q kitob o'xshaydi deydigan men mushundaq nima bo'lib qolgan, tunishchi bo'lib qolgan. Hatta meni 18-chi mana bu yerdagi 20-chi asrga kelgan vaqtimizda islom dunyosidagi Abu Rayhon Biruni deydigan odamniki o'zi shu kitobniki meni ma'lum bir qismini o'zi arabcha tilga shu chon o'zi uchun tarjima qilgan. Tarjima qilib bu kitobniki o'zini Tahqiqu Malil Hind min maqulatin maqbula fil aql aw marzula deb bir kitob yozib ekan. Şu vaqt o'zida anadaki bu adam onu ega olib, onu qilib qoldikan, andaki ha, mush kitap shu ekan deb, shu chon o'zi bilingan. Onun da boshqa shu 17-chi asrniki o'zida milodiy 18-chi asrniki o'zida 17-chi asrning o'zida mush İran, Pars olimlarining birisi Al-Pida degan kitob qanday qo'ygan bir yerda bo'lib qo'lga tushirib, shu orqali bu kitobniki yana ma'lum bir qisminiki o'zini Farsi tilga tarjima qilish uchun muyassar bo'lgan ekan. Onun da başka hazırki şu 18-19 asırda şu Avrupalık'ın özü vay dünyanı keşif kılımız, vay ayağını pətiye kılımız, keşif kılımız deyip şunda qıpjüge vaktin özü de şu canımızda şu Hindistan bağın Avrupalık'ın özü şu El-Pida diyen kitaptaki məlum bir kısıgan məni bir ilgi olup şu canımızda bu kitaptaki özü de hazırki yeni zamandaki şu Avrupa tıllarlarına tercüme kıptıken. Şunu ona anladı bu El-Pida diyen kitaptaki özü aslı bağ kitapken. Dep anladı ki bu kitaptaki bar ikenligi uçağı ma'lumchu bo'lgan. Bo'lmasa uning oldidan o bunu normal umumiy xalq bunu bilish haram bo'lsa, o'rganish haram bo'lsa, faqat buni diniy olim, ya'ni Brahma dini, Hindi diniga e'tiqod qilgan eng yuqori silib mushu din olimlari deb qaraydi hamdi. Ya'ni shu dinni boshquradigan shu rohiblari, butlari, butxonlarning o'zida buni biladi, unidan boshqa deb bilmaydi deb e'tiqod qilgan ekan. Yüzdeki e'tiqod qotgan odamning o'ziga harom deb o'rganish, harom deb ta'kidlagandan keyin o'rganish qat'iy bo'lmaydi deb, unidagi boshqa odamga qat'iy cho'p bo'lmaydi. Bu yo'q kitob o'xshaydi deb qolgan. Undan keyin mushundaq turli insonlar undan keyin buni ega bo'lib, bu yerda tepib chiqib, uni tarjima qilgandan keyin, ha, bu kitobdagi o'zi bir bar kitob ekan deb anadiki bu El-Pida degan kitobdagi bar ekanlik bu yerda o'ttiruvchi qo'yilgan. Endi bu Hindi diniga e'tiqod qilgan bu kişilarniki yine bu El-Pida degan kitaptan, yani Pida degan kitaptan başka yine mukaddes kitap var mı, yok mu? Bunun üstüde hazır yine toxtalımız. Bununki yine muşu El-Pida degan kitaptan başka mukaddes deb hesaplangan bundan başka yine bir kitap var. Yani o kitaptaki ismi Qavanini Manu deb atıldı. Yani Manu deb atalsa mı? Lekin onu sözleşte Hindilar Minu. Qavanini Minu deb ataydigan bir mukaddes bir kitaplar var. Men bu Qavanini Minu yoki Manu degan bu kitapniki o'zi El-Pida degan kitapni sharhilash va uni tafsili bayon qilishdan iborat bo'lgan sharhisi o kitapning. Bu sharhisi bo'lgan kitap bu. Men bu kitapniki o'zi shu taqsimotga asosan 12 qismga bo'linadi ekan. 12 qismga. Buni sharhlab bu muşdaqlığım qilib, şu an bu Qavanini Manu yoki Minu degan kitobdagi o'zi ajoyib muqaddas kitob deb men muşdaq nima qiladi bunaga qaraydi. Men bu kitobdagi o'zini, men bu iloh bo'lgan Brahmaniki o'zi bu Brahmaniki o'zidan mena 6 dona cho'ng narsa chechirab chiqqan. Chechirab chiqqandiki shuniki 6-si
Brahma'da çıkan oltinsi men şu Qavaninu Manu yoki Minu degan kitobniki o'zini sharhlab, ya'ni Al-Pidani kitоб sharhlab chiqqan. Mana bu bir ilohniki, ya'ni Brahma degan ilohniki bir parchasi bo'lgan, shuniki yozgan kitob bu. Deb bu kitobdagi o'zini alohida bir e'tiborchi berdim. Bu kitobning ichida Hindi dini e'tiqod qilayotgan mushu kitoblarniki 10 qism. Bularga har bir qism birdan mazmun o'ziga oladi. Birinchi qismida masalan koinotni qanday yaratdi Brahma, ya'ni bizdeki ilahimiz qanday yaratgan, qanday qo'ygan deb, uningdan boshqa ikkinchisi duo, salovat, uningdan boshqa oila nizam, har xil men mushundaq narsaning o'zi har xil men siyosiy ishni qanday qildi, harbiy ishni qanday qildi degandik. Men mushundaq narsaniki o'zi bu 10 qismniki o'zida bor. Bu endi Al-Pida degan kitobniki nimasi bo'lgan bo'ladi? Bu sharhisi bo'lgan bo'ladi. Endi bu kitobdagi o'zida dunyoda Frans tilga shu Qavaninu Manu yoki Minu degan kitobning o'zi Frans tilga bu yerga tarjima qilinib, men mushundaq nima qilib ekan, bekitilib ekan. Ya'ni demak, mana bu Al-Pida degan kitobdan boshqa Hindi diniga e'tiqod qilganlarniki, ya'ni Qavaninu Manu yoki Minu deydigan, uni sharhlab beradigan ashda bir muqaddas kitoblari bor endi. Men bu nima qiladi? Endi xo'sh, buniki kitobi işte ikki turlikkan. Birisi muqaddas, eng beshi qolgan Qavaninu Minu yoki Manu degan gapniki bu kitobniki o'zi, bu uniki sharhisi ekan. Anda o'g'andiki bularniki mushu kitoblarga asosan buning e'tiqodi nima? Ya'ni e'tiqodi qanday e'tiqod qiladi? Buning diniy e'tiqodi nima? Biz buning ustida to'xtalib, buning diniy e'tiqodi nojiq. Shunday bo'lsa-mu, buniki asosan bir qancha e'tiqodning ustida to'xtalamiz. Buniki diniy e'tiqodiki birinchisi, bu nima deydi desa, vahdatul vujud. Deb bu e'tiqodda bu mushtah nima qiladi? E'tiqodchi qiladi. Ya'ni bunu deydiki, zodi koinotni bütün mavjudotni yaratgan Brahmadan iborat bo'lgan yagona bu Allah, ya'ni Xudoyi bu koinotni nima qilgan? Buluchu yaratgan. Yaratgan bo'lgandan keyin butkul koinotdagi narsa mush Brahmadan nima qilgandek, suv siqrab chiqqandek mushtaq nima qilgan? Chiqarib chiqqan. Unda o'g'andan keyin bu koinotdagi bu mavjudot, musha biz yo'qotgan hamma narsaning o'zi shu yerki Brahma degan ilohniki tashqi ko'rinishi. Bu tashqi ko'rinishi. Mana bu tashqi ko'rinishi bo'lgandan keyin men mushundaq bo'lgan deydi. Unda o'g'andan keyin bununki e'tiqodida Brahmaniki o'zi, yani aynen bir ilah deb asas ilah desimi, qolgan mavjudotdagi barliq mushum ayol, yemek, içmek, tağ, mush kun, quyosh hammasi shu Brahmaniki o'zidan chekirab chiqqan bo'lganiki ko'rinishi bo'lgandan keyin, ya'ni demak bu koinotdagi butkul barliqniki o'zi, ya'ni Brahmaniki barliqqa o'xshash. Ya'ni bu nima bo'ldi? Vahdatul vujud. Ya'ni hammasiki barlig'i bir degan çok gap bo'lgan bo'ladi. Bu vahdatul vujud. Mana bu e'tiqoddagi o'zi, bu Yahudi ilaga singib kirgan nima bu? E'tiqod. Yahuda singib kirib şu Uzayr alayhissalomniki o'zini mana qanday bo'lgan Alloh taolo Uzayrninki vujudiga tushib, Uzayrning vujud tushgandan u yerda andikin uniki moddiy ekanligi xalqqa andiki bu oshkor bo'lgan. Qandaki nasaralar mana bu lahut, yani ilahi ruh ninki o'zi nasutdan iborat bo'lgan İsa alayhissalomning badaniga tushib, andiki badan tush orqali bu yer ikkisi birlashib, shuningla andiki buniki vujudi birlikka kelib bir bo'lgan, andiki namoyon bo'lgan degan bunday bir e'tiqodchi bor. Men mushu e'tiqodniki o'zi, qanday bo'lgan? Buniki mushu mana vahdatul vujud deydigan mushu e'tiqodidan singib kirgan. Shuningdek bizniki mana bu islom diniga mansub bo'lgan sufizm bor. Chikidan eshib ketgan. Shu sufizmniki shu vahdatul vujud deydigan bir xil e'tiqodi bor. Shu e'tiqodmi ashadin nima qilgan? Kirgan. Buniki birinchi peshvosi islom dunyosida, ya'ni bu kim bo'lsa Ibn Arabiy deymiz. Ibn Arabiy at-Tai degan odam. Men şu adamniki sufi bu adam. Şu adamni mena şu Hindi diniki o'zida mush islom dunyosiga men akirga adam deb buni mushtaq nima qiladi? Qaraydi. Men mushu Ibn Arabiy, Ibnul emas, Ibn Arabiy at-Tai
degan bu odamniki ve yazgan şiirler var. Şu şiirleri qarsak aynen vahdatul vücudniki özünü nima qiladigan bildirdi. Bu yerda Rab degan nima deydi onu? Acayip gap. Er-Rabdu abdun vel abdur rabbun. Ma gap ham o'zi. Rab Taala bendidir. Bendir Rabdir deydi. Bu nima degan gap? Yani vahdatul vücud. Nima qildi bu yerda bildirdi. Ya leyte şi'ri menil mukellef. Hey kaşki mening bir bilishim bo'lsa unda mukallaf kim? Mukallaf kim? Kim kimni taklif qildi, kim kimni qo'llamaydi, hammasi bir bo'lgandan keyin deb men mushundaq nima qildim deydim. In qultu robb fazaka abd. Agar men meni Robbim desa, bas shu meniki nima o? Qul o deydi. Qul deydi. Yoki men banda desam, o'chan o'zidan qayerda o'chani kim taklif qildi? O'chan o'zidan men endi bu banda desa, mesela Allohning o'zini, nauzubillah. O'chan o'zi kim mani o'qo, mani qilma, ani qil deb kim taklif qildi? Uni o'qilmaydi. Anda o'g'an ekan, bu dunyodagi iloh bilan bütün mavjudotniki vujudi ikkisi bir, anda o'g'an vahdatul vujud deb mush e'tiqodni o'ttirg'uvchi chiqqan. Men bu e'tiqodniki o'zi dunyoda hech qanday vaqt o'zida haqiqat yo'q. Hammasi bir degan gap bo'ldi. Unda o'g'an ekan, bu odamniki mana balisi yo'q, xotini yo'q, otisi yo'q, halol haram yo'q. Hammasi bir bo'lgandan keyin o'xshash bo'lgandan keyin otisim o'zim otisi bo'lgandan keyin u dunyoda millatmi yo'q, hech nima yo'q bo'lgan bo'ladi. Mana bu e'tiborlar buniki e'tiqodi tubda nima o xato. Shu bu e'tiqod kelgan vaqt o'zida o'limalarimiz o'zi chekidan eshib ketgan xato e'tiqod deb bunday nima qildi? So'pilarni tanqid qilish tarafidan men mush tarafdan asos qilib tanqidlab qildi. Yani bu e'tiqodning o'zi shu mana Hindilarniki e'tiqodidan mana islom dunyosiga borlik kelgan bir e'tiqod. Ikkinchisi aqidatu taslis val hulul deydigan bir e'tiqod var bu Hindilarniki. Yani üçlük e'tiqod, üç bir narsani üç deb e'tiqod qilish va bir narsa bir narsaga tushish. Tushidi bir narsa deb mushtaq nima qiladi bular? Men mushtaqcho e'tiqodcho qildim. Endi buning e'tiqodidan Brahma degan çoğun bir nima o ilah. Bu Brahman'ın üzüden mana Pisa, Seypa degan butkul koinotni binasi kerak yo'q qilgan, ilah qiladigan bir ilah vujudga chiqqan. Buni parchalabchi chiqqan bu yerdan. Inbasaka deydi, ya'ni o'sha shundoqli orilibchi chiqqan aşağı parchalaniblar. Bu butkul koinotni yo'q qilgan nima o ilah. Mana bu ilohniki o'zini agar osh petib qo'ygan bo'lsa, o'shan o'zida olamning hammasini qotiti, yo'qchi qotiti. Mana bu e'tibor bilan bu Brahma degan ilohniki meni hikmati shuni taqozo qildiki, buni deb Pashno deydigan bir ilohchi chiqdi. Bu Pashno iloh degan ilohniki o'zi nima? Avo yo'q qilman desa, ma qo'dab turdi, saqlab turadigan bir iloh vujudga chiqdi. Anda o'g'andan keyin buniki e'tiqodidan 3. Birisi Brahma, yana birisi Pashno, yana birisi andiki Seypa. Men muşu üççeniki mene birikmedin andiki bizniki e'tiqodimiz, yani Allah degan narsa bu yerda nima qilgan, vujudga chiqqan deb men mushdaq nima qildi, e'tiqodchi qildi. Endi bu chan o'zidan men buni qanday qiladi ekan? Voy deb ash Seypa degan ash eliqi ilohning o'zi yo'q qilaman deb, hayron qilaman deb, qamgal qilaman deb ishtaq tursa, andiki bular Pashno degan ilohga e'tiqod qilamiz deb, ibodat deb shuni mana ashni yaqinda ashni qurbonlik qilib, voy deb ishtaqchi qiladi. Voy bizni saqlig'in, voy yomonlikni saqlig'in, onini saqlig'in, olsa. Ya'ni demak, yaxshilik va yomonlik. Bu majuslik nimasi. Mana buni bilan majuslik e'tiqodimiz shu. Bu yana to'van nimada mushunday kelib chiqqan gap. Anda o'g'andiki buniki e'tiqod bosh bo'lgandan keyin men bu ta'sis bo'lgan xristianlikning e'tiqodi men mushu e'tiqodni nima qilgan vujudga kelgan. Men ta'sis degan iloh ibn nima Maryam. Men bu üçü birikib andiki bu yerda andiki bizdeki e'tiqod birga qarab baqsan iloh deydi, yana bir o'g'li deydi, yana bir qo'pib ayoli deb mushunda qilib üçü mushda birikib holatda andiki xristian e'tiqodi shu. Men mushu iloh bo'ladi deb andikin bundaq tarix shu e'tiqod. Buning e'tiqodi o'shadan nima qilgan gap, mana bundaq shu kelgancha gap endi. Endi bu milodidan burun
5. asrda, yani 2000 yıllık aldıda Karashna deb bir faylasuf chiqib ekan. Shu chog'da bu Hindiston diniga e'tiqod qilgan kishilarning e'tiqodini, axloqini nihoyatda tozalab, men rasmiy buni radga tushirib mushtaqbiy qilib ekan. Buniki xalq o'ttirsa nihoyatda mashhur ketgan bir kishi ekan. Shuning bilan buniki o'zida bular anadikan bu yilki Karashna degan bu ilohniki, bu odamniki o'zi shu tug'ilib, shu chog'da rasmiy olim bo'lib mushtaqqandiki bu e'tiqod qilibdiki, unda bo'lgan ekan. Buniki vujudiga mana bu yilki Brahma degan ilohniki o'zi tushibdi ekan. Mana tushib bu uçağın o'zidan mana bu mana Lavut bilan Nasut, ya'ni ruhiy dunyo bilan moddiy ikkisi mana Karashnadaniki o'zida bu yerda nima qilibdi u mana mujassamlashibdi deb andiki Karashna deb bir xudoyimiz bor deb ashta xristianlarga o'xshashani. Mana mushlah nima qilgan bular e'tiqod qilgan hulul deganchu men shu. Mana bu hululniki o'zi qandaqi Yahudi Nasaralarning o'zi Alloh taolaning Iso alayhisalom Uzayr alayhisalomga mushtaq tushdi deb e'tiqod qilganlikmish. E'tiqodniki o'zi men mushu nimadaki men Hindi dinidagi mushu taslis va hulul degan men mushu e'tiqoddan borliqchi kelgan. Men mushu e'tibordan noiti nima u muhim. Endi mushu to'g'rida Alloh taolo nima degan? Men oyatni o'qidik. Yuzayina qavlallazi kafar min qabl. Mana bu Yahudlar olsa Uzayr Allohning o'g'li dedi. Mana İsa alayhisalomning olsa Allohning o'g'li. Bular o'ziniki oldida o'tgan kofirlar shu kofirlarning so'zi o'xshitib mushtaq dedi. Onda o'g'an ekan, mana buniki e'tiqodi mushtaq o'g'an ekan, bu xristian bilan Yahudlarmi, men Uzayr alayhisalom bilan İsa alayhisalomni mushtaq deb nima qildi? E'tiqod qildi. Hozirga qadar bundacha e'tiqodchi qoldi demdi. Endi men mushu to'g'riliq Yahudilarniki bo'lib bu mushu Hindi diniga ta'sirini bak qabul qilishi ularniki bak ta'sir uçurışı bularga bu xristianlarga mushning oid bo'lgan jiq olimlar kitap yozgan. O'xshib qoldi bular asos jihatdan. Ya'ni biz mushu xristian dunyosiga borsak yashayotgan yerimiz bo'lishi mumkin. Ashlniki chirkovga kirsak hammasi but bilan, surat bilan to'lib ketgan. Surat bilan to'lib ketgan. Ya'ni Iso alayhisalomni İki şivalda közlü, Meryem Esem müştak kıldı, Meryem Esem yılmındak kıldı, yılandak kıldı, yılmındak kıldı, müştak söylete, toş kızvat kaldığını imkatemiz, kürvatimiz. Böyle bu işine aşırı ibadet dedi. Bu nerede kelgen? Bunun iki müşi, Hindi dinindeki üzüge Hindistan'a berip bassak, bunu uyardı imkanımız, uyardı bilimiz. Şerdi sığındırıp ekirgen müştak nimeler bu, itikat kılan nimeler kişiler. Hem de Müslümanlığa kelsek, Müslümanlığa mı müştak akidetin hulul, deydigan men mushundaq nima va e'tiqodlar borliqchi kelgan. Bu tasavvufniki o'zida. Ya'ni buniki e'tiqodida chekida ishib ketgan tasavvuflarning e'tiqodidan men Alloh taolo men payg'ambarga men tushgan. Nauzubillah, ya'ni chekida ishib ketgan tasavvuf hozir. Ya Allah, ya Rasulullah, unzur halini deb vaqiraydi. Men shu ya Rasulullah bizning holimizga qarab bizni qutqazdi deb ashta vaqiraydi. Bu nima degan gap? U shundaq deb agar Allah mana rasmiy payg'ambarimiz vujudi tushtab e'tiqod qilmasa, u gapni demaydi. U gapni shu demaydi. Mana shuniki qatorida Hallaj deydigan bir odam o'tgan bu so'piniki qatorida anqattanimiz. Men mushu e'tiqod bo'lganligi uchun shu vaqt o'zida Hallajni 5 kesilgan. Xaton e'tiqod bo'lgan ekan. Ya'ni demak, mana bu ulul degan gapning o'zi payg'ambarga tushganda ham avliyolig'imi, mana vali bo'lgan avliyolig'imi mushtaq nima qiladigan, meni tushidi deb men mushundaq nima qiladi? E'tiqodchi qildim deysiz. Ba'zi chekida ishib ketgan so'palar. Endi buniki yana bir e'tiqodi, mushu mahluqotlarning ichidan chiqqan ko'pincha muqaddas deb e'tiqod qilishgan hindilarniki. Mushu Alloh yaratgan muqaddaslarning o'zini noitibak ba'zan muqaddas deb biladi. Masalan, shu yaratilgan narsa, masalan, o'stan deyli, masalan, jonsiz narsa deyli, uni ba'zi hayvonlar deyli. Men mushuni ular har narsa bidab qo'yib pishtiman. Xudo deb e'tiqod qiladi. Yani ba'zi vaqtda yo'lbosni, ba'zi vaqtning o'zidan men eshakni, ba'zi vaqt o'zi xo'rozni, ba'zi vaqt yana bir hayvonni, yana ba'zi vaqtning o'zida bir qapsa ikki dona o'stan bor. Hindistonniki davomli o'sha kelsa, voy gunohimiz mag'firat qiladi, voy unda qiladi deb ikki dona o'ziniki muqaddas o'stan bor. Uni boshqa har xil tashlar bor. Men bu muqaddas, bu kala masalasi kelgan vaqt o'zida
kalını alaydı mukaddes dep ne kılıdı bulan itikat kılıdı. Aş kalın hiç demini bilmeyene sen bir kürvatımız. Kösek aşağı yetip aşağı bu takıp koysa aşağı ne kılıp hatta ki bunu mangan yol hiç kana biraz diyamaydı. Üy kep kalsa hiç kana çıktı diyamaydı koşup gitip. Ya ayzıgı mayzıgı diyamaydı. Onu öldürüşük olmaydı, işletişik olmaydı, hiç kadar kılışık olmaydı. Benim muşuda itikat kallık sebebiden benim o yerde yaşavatkan Müslümanı bile bu Hindiniki otursa tarihin bu yana çıkmış da uçtalaş kallık vakada bu yerde oturgucu çıkan. Şimdi bu yerde bazı yerlerde nemini mukaddes taşlarını nem koysa bazı yerlerde piriştenlik simvolu ya anı simvolu da işte mukaddesler çıkıp böyle. Törtüncüsü ruhlarınki küçüşü. Ruhlarını küçüşte bulununki itikadıdan el karma dep ataydıken men mujda itikat kılıdı bulan. Yani bir adamniki ülüp ketken vaqt özüden men o adamniki bedeninde şundak çıkıp da yine bir adamniki bedenindeki şu kirdi dep men mujda neme kılıdı itikat kılıdı. Yani bir adam ölgendiyken şu ölgendiki şu ruhniki özü yine bir bedenge çok kirdi. Eğer şu adamniki şu ruhniki şu ilgisi eğer yaxşı olgan bolsa uçan özüde menen naytibek ubdan bir bedenge kirdi. Onu deyken o beden yani bana deydi, tuğuldu deydi. Şu tuğulgan banın özü nayt baxitlik ubdan muştakçı yaşaydı. Eğer bu adamdaki ruhi paskin olgan bolsa, eski olgan bolsa, naçar olsa, töven tepek olgan bolsa, uçan özüde bu ruhniki özü yeni bir beden köşke vaqt, yeni o bedenin özü bu dünya kelgen vaqt özüden yeni nayt naçar eski töven tepekan naçar bir muşdak boludu dep neme kıldı ula bunu itikat kıldı. Şunu bilen anladıkken yaxşı adam devamlı yaxşı oldu silip arıyordu bu yerde. Mene naçar adamın özü japatadığı adamın hemmimiz devamlı japatçı tatıdı, men muşda itikat kılıdı, men muşda kılıdı dep başta itikat. Şuna o yerdeki tört çoğun asas tabak var bu yerde tövende yeni kelimiz. Men muşu deydi. Yaxşı adamın mutlaka yaxşı oldu. Yama adam bolsa töven tabakada japatadığı işte adam bolsa bununki balıdın balkan her gün yaxşı olmaydı, her gün ubdan olmaydı. Devamlı aşıdak eskilik adeti buldu bu. Özgermeydi bu kanuniyen. Dep işte ne bu kıldığı gep bulan iki nemizden itikatçı kıldığı çok gep. Şimdi bu tanasıl ervah diyen geplik özü Hristiyan ve Yahudilerden başka cık dillarının özüge bu işteki özü bu yerde ne kılan sığıpçı kirgen. Şunu da bu yılki Tibetliklerninki şu itikadı şu itikat bolgan deken. Mene Mahpop ölse, ma Dalay ölse o ölgen şu gününüz kim ölgen bolsa bunun gene anığı vardı. O Dalay oldu dep. Mene muşda nemeler var itikatlar çok var. Bu naçar. Muşda nemeler bu itikatlar. Şunu da şu İslam dünyası Müslüman debatkan bazı Şianinki çekide işip ketken Alevi Katarlık Şianinki itikadı şu an. Yani bununki imamımızın ruhi manada ölge vaqt falan tuğulup ke şunun ruhi üşüp ke. Anlamışını biz imam kılımız. Deydiğen mene muşundak nemeler var itikatlar çok var. Bununki itikaddaki tanasıl ervah nayt muhim. Kandaki bizdeki İslam dinimizde bir araydıgan nes şahadet. Yani eşhedü en la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyiş. Şimdi Hristiyanlarınki mene diniki alameti neme testis. Yani bu neme serp. Yani üçlük. Yani dok kalın üzeri. Bu bununki şuarı. Hristiyan ağırıp durduğun. Hem de Yahudilarınki ayrıp durduğun bir neme var. Onunki alametleri var. Dini itikadi taraftan bu neme şembe. Şembe günü ben mukaddes buludu. Mukaddes o yerde hiç kanda vakit işlemeydi. Benim bununki itikadı muşundak benim muhim bu alaydı ayrıp durduğun bir şuar olgan der. Benim bu Hindi dinindikilerinki itikadı da beni ayrıp durduğun şuarınki birisi tanasıl ervah. Yani muşuna itikat kılıdı. Yaxşı adamniki bedeni düşüdü ruhi. Ruhi yaxşı adamniki bedeni düşüdü. Yaxşı bir beden düşüdü, yaxşı beden düşüdü. Eski adamın ruhi eski adamın düşüdü. Bu kaldı. Özgermeydi o. Dep boşta ne kıldığın gep, itikat çok kıldığın gep. Şimdi yeni bir asas bir itikat var. Bu 5'inci dep atıldı. Bu intilak dep atıldı. İntilak degeni şu Brahma degen ilahınki bir ruhiniki bir parçası bir cesetten yeni bir cesetke yötkülüdü. Mene ma cesetten a cesetke anında yötkülüş arkalık bu tanas vücut keldi. Tanas müşdak vücut kelip hatta ki
bu ruhniki o'zi yaxshilik va yomonlikdan iborat bo'lgan ish shunda ma yaxshi yomonga, ma yaxshi yaxshiga, ma yomon yomon bo'lgandan keyin qachoniki bu ruhning o'zi ashla tugandan keyin, uni to'xtagandan keyin, ondan keyin rab bilan uchani bir chambarchas bog'lanib ketdi. Chambarchas bog'lanib ketib, ondan keyin qandaqki mena u dengizdagi şu uya-buyani kelgan yağmurun suyu dengizi kelib, yani ta'kidlamoqda ekib aş dengizga cho'g'langandek. Mana oxirgi ko'rib ruhniki o'zi shu Brahmaga u yerda nima qildi? O'sha yerda markazlashdi. Deb ashta nima qildi bular? Men e'tiqodchi qildi. Endi bu e'tiqodniki o'zining mushu Budda dinima ham shunda e'tiqod qil, buni narpana deb ashta e'tiqod qilgan, ammo diniy degan dinniki e'tiqodida buni najot, ya'ni qutulish ahvali deb atıldı. Bu İslam dinida chekida eshib ketgan suv planiki e'tiqodida pana deydi. Ya'ni pana degan bu odam ibodat qilish orqali ibodat qilib eng yuqori darajaga tugab bu odam Rabb bilan birlashib ketdi. Jam bo'lib ketdi degan gap endi. Mushtaq nima qildi bu yerda e'tiqodchi qildi. Men bu suv planining e'tiqodiniki men mushundaq qilishim mush sababdan cho'p bo'lgan. Endi buniki 6-chi e'tiqodi nubuvvatga inkor qiladi. Ya'ni u ilohniki o'zi, ya'ni Brahma o'ziga vakolat bir elchi degan narsa uchun evatmaydi deydi. U yo'q deydi. Nimishki bunday deydi desa, uni deydiki, endi elchi bo'lib qolgan bo'lsa, uning dini, bu aqli dedi. Agar elchi bo'lib qolgan bo'lsa, elchi bo'lib qolgan narsa, elchi olib kelgan narsa o'zi bizning aqlimiz bilgan narsa bo'lishi kerak. Bildigan narsa bo'lishi mumkin. Agar u narsa o'zi biladigan narsa bo'lsa, o'chanimizda elchining hojati yo'q. Biz aql orqali bildik, bu tugidi. Agar u narsa aqlga muvofiq bo'lmasa, o'chanimizda aql muvofiq bo'lmaydigan narsa akaldi desak, o'chada u bizga aqlimiz yetadi. O'chada payg'ambarlikning nimasi yo'q, bizga hojatimiz yo'q. Unda bo'lgandan keyin bu bizdagi diniy e'tiqodimizda bu Brahmadan iborat bo'lgan bu iloh hech qanday vaqtimizda payg'ambar degan bir narsa uchun evatganchi emas. Deb boshqa nima qiladi qolaydi. Mana bu e'tiqod zamonimizga Qur'onchilar. Qur'onchilarniki e'tiqodiga nima qiladi? O'xshaydi. Uning e'tiqodidan bizga Qur'on yetadi. U payg'ambarning gapiga uchati yetmaydi. Bizning aqlimiz bor. Aqlimiz to'g'rilab hamma narsa biz bila olamiz. Aql muvofiq kelsa to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Bo'lmasa to'g'ri bo'lmagan bo'ladi deydi. Mana bu e'tiqod nerede kelibdi? Mana bu Qur'onchilar hozir deb sunnatga inkor qilib, mana hadisga inkor qilayotganlarniki bir e'tiqodniki sababi mushahada kelgan gap. Aqloniyatchilik. Mushahada kelgan gap. Mana bu e'tiqodniki o'zi, mana bu hech qanday bir nemisi yo'q bo'lgan, asli buniki mush aqlga muvofiq deb e'tiqod qilgan mush narsa o'zi bu Hindistonliklarning, hindularning e'tiqod qilayotgan ibodatlari, qilayotgan ishlariga asli bu zid. Buniki qilayotgan ishi hech adam aql muvofiq emas. Har qiliq, har sat nimani qilib, paskana odamni qo'ymaydi. Men buning e'tiqodi shu. Men bu o'tir qo'ygan magif bilan o'zniki amaliyot qilayotgan, men bu narsaniki o'zi bu nima o tubdan xato. Tubdan nima o moslashmaydi. Mana o'lmarimiz deydiki, mana bu shariatni bilish uchun jazman nima kerak? Aqlchi bo'lmasa bo'lmaydi. Mana aql o'zi shariatsiz har qanday bir narsa bilishning o'zi nima o mahal. Har kuch yetmaydi. Mana agar kuch yetsimi ma'lum bir muddatning o'zida kuch yetib qoladi, qandaqki bir kasal odamning o'zi voy men og'rib qoldim, dori yeyman deganida qo'yib qoldi. Ammo uni aniq qilib bilishda nima kerak? Shariat lozim. Shariat nima? Qur'on bilan hadis. Bu ikkisi anidiki sizniki ehtiyojingiz bo'lib qoldimi ham deya ruhiy tarafdan kasal. Unda o'g'liki buni bilish uchun sizga nima lozim? Sizga uchun dori lozim. U dars nima? Hadis. Hadis bilan andiki qilasiz, andiki bu aqlingiz ishlatasiz, andiki to'g'ri bo'ladi deb o'limalarimiz men mushtaq nima qiladi qaraydi. Endi buniki 7-chi e'tiqodi var. Bu silib e'tiqodi. Yani xalqlarni silib bilish. 4 sinfga bo'ladi bular. Bunun e'tiqodi shu. Har kun o'zgarmaydi. Deb bunday nima qiladi? Ataydi. Buni bizning ilohimiz deydi bular. Yani Brahma degan ilohning o'zi asli qo'ygan. Men asli yaratgan vaqtida ashundaq hech qadar midir-sidir qilmay shu vaqtda ashtaq nima qotgan, yaratgan mana bu qonuniyat. Bu hargiz nima qilmaydi bular? O'zgarmaydi.
deb men ashtaq nima qiladi? E'tiqodchi qiladi. Endi bular deydiki, buniki e'tiqodidagi nimasida mana birinchisi Brahma tabaqasi. Ya'ni Brahma diniga ega chiqib, shu diniy ibodatlarni ega chiqib, shu ishlarni qilib, ani qil, mani qilmay deyotgan, shu Hindu dinidagi olimlar deydi, masalan. Men mushular deydi. Mana bu kishilarning o'zini shu yiliq Brahma degan iloh o'zining og'zidan yaratgan. Men og'zini yaratgan. Anda o'anikin og'iz yaratgandan keyin men bularniki o'zi eng üstün, eng oliy vazifaga nima mukallaf. Shuning uchun sharafli vazifani uchun qilishi kerak. Unda o'adikin bularniki boshqasi bu vazifani men olaman deyishning hech qanday haqqi yo'q deydi. Ikkinchisi Kashiriya deydigan bir silip var. Bu Kashiriya degan silipniki o'zida bu ikkinchi silip turdi. Bu siliplarning o'zida bu Brahma degan bu iloh o'ziniki biligidan yaratgan bo'lini. Biligidan yaratgandan keyin bu bilan kishilarning o'zi askar bo'la oladigan, saqchi bo'la oladigan, urush qila oladigan shu ishni qiladi bular. Boshqa ishni çok qilmaydi deb bunday nima qiladi ataydi. Endi 3-chi tabaqa bu Vish deydigan bir tabaqa var. Mana Allah bu Brahma degan bu iloh bularni shu o'zidagi yo'tisi yaratgan. Yani yo'tisidan yaratgan. Mana bular tijorat qilish, dehqonchilik qilish, chorvachilik qilish shuningdan emas. Shu ishni qila oladi bular. Undan boshqa ishni çok qilishga bo'lmaydi deydi. 4-chi tabaqa Shudra deb atalgan tabaqa var. Mana bu Shudra degan tabaqaniki o'zi eng tuvan silib bular. Mana buni Brahma degan bu ilohniki o'zi o'zlik putidan yaratgan, qadimidan yaratgan deb nima qildi? Mana e'tiqod qildi. Mana bular bu 3 tabaqaning ichidagi eng past tabaqa bular. Mana bularniki hech qanday ish yo'q. Faqatla bular nima desa o'sha 3 tabaqadagi odamlar shu xizmat qilishga bo'ladi. Mana bular shundoq bo'lib eng pastqina, eng lijiz deb mushtaq nima qiladi? Qaraydi. Mana qarab, mana bular bilan bir narsa bir jo'zni o'ltirib yeyishgan. Mana maslahat avval qilishgan, elib tegishgan, qizni berib yo qizni erishgan, men qatti bo'lmaydi. Shunda bularniki o'zi eng birinchi tabqa bo'lgan Brahmiya tabaqasini o'zgan. Agar 1 metr jiroqiyada turish kerak. Yaqin yergacha kelishga mena bo'lmaydi. Yoki bir yerga jur'at qilib unda qilishga men bir yer bo'laman yo turman deb u yer turishga bo'lmaydi. Agar ashunda bu qolsa, men eng tuvan tabaqada bu kishilarning o'zini dümbüsü o't yakıp dağılap, azaplap cazalash kerak. Deb mushtaq nima qiladi bular? Men e'tiqodchi qiladi. Men mushu e'tiqod bo'lganligi uchun Hindistondagi ahvollar va Hindistonning atrofidagi insonlarni men mushundoq holatga ko'rayotganini ko'ryapmiz. Bu silib, bu qat'iy o'zgarmaydi deb ajoyib vayron qiladigan bo'ladi. Aş xizmat qilib qolsa, shada kechimiga qilsa bu xo'shib qoladi. Voy meni xizmatga soldi bular, shunda katta odamlar deb pullarmi demaydi, maoshimi demaydi. Ay xizmat qilsam bo'ladi degan gap. Agar ash 3 tabaqaning o'zi, agar insof qilib qolsa, ya deb qolsa, yegan narsa, bergan narsa, yeydigan boshqa narsa yamaydigan gap. Shu uniki yadigan uyim yo'q, hech qanday bir narsa yo'q. Hindistonda ana ömür bo'yi mana 30-40 milyon inson ömür bo'yi öy tutma yo'lini ustida uya bir yerda ashdoq yashab o'lib ketgan insonlar bor ekan. Bular meni mush e'tiqoddan nima qilgan kekan. E'tiqod bu endi. Mushadikaga silpi e'tiqod silpi kurashlayotgan. Mushu Marx, Engels va mushularni o'ttirib qo'ygan bu inimisniki o'zi men mushu yerdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Men bu Marx, Engels gelgan, men Baydixon, Töven Halliq deyxan, Töven deyxan, o'ttir deyxan, kambag'al deyxan, pomishik, men burjuaz deb ashunda xalqni bilib, bir-birisiga dushman qilib, shu orqali bir-biri silpi kurashlab ashda ishlarni qilgan. Bu hammasi nima deydi? İslam dinimiz nima deydi bunga? İslam dinimiz hammangiz nimaning bolasiz, odamning bolasi, oppangiz havo. Anda o bir-birisi tuqqan, bir-birisi qarindosh uytang, urushmang. Ma zaminning o'zida Alloh taolo sizga uchun yashashni berdi. Bütün narsani hammasiga yetadi. Bir-birisi urush qilmang, talashmang. Quvvat ak o'qida mushta yashab uytung degani buni nima qildi? O'ttiruvchi qo'ydi. İslam dinida hech qanday vaqt o'zida silib yo'q. Üstün tabaka, töven tabaka, qar so'ngak deydigan hech qanday bir narsa yo'q. Faqat u nima?
Faqat Qur'oni Karimdagi o'ttirib qo'ygani kimiki taqvo, kimiki olim bo'lsa, mana eng yuqori bo'lgan bo'ladi, kishi bo'lgan bo'ladi. Bu nima? Inna akramakum indallohi atqakum. Men bu. İkincisi kimde ilim bo'lsa, men shu yuqori üstün bo'ladi. Shu ulug' bo'ladi. Unun başkan dunyoviy narsa o'zi pul maldan hech qanday bir adam boyib kelsa, uni deb eng oliy kishi deb inson qilmaydi, hisoblamaydi. Ammo bu hindistonliklar uchun men mushtahdim qiladi, ibodat, mushtahcho, e'tiqodchi qiladi. Endi bularniki hamda dini e'tiqodiy bularniki dini mushikan, bularniki ibodati bormi yo'q? Qanday ibodat qiladi? Men bularni buniki ayrim. Bunun ibadet var, bağırsaklarını gıcır ya müzik etdi ya, hem şu dini itikad hem de. İtikad olgandıkken, dini itikadın müzik çalışı arkalık şu bütün etrafı mışıdak ustoylap kılıştaki sebebi muşu. Bununki itikadı ibadet ise, yani muhim bir kançı ibadet var, buradaki üzük düşük bir namaz deydiğin bir nesi var. Pirişteye hizmet kılış, berahman, ölüm alırgan, din alimlere hizmet kılış, şunu da men as akşama deb o'qiydigan avrat deb zikr nimalar var, ana oldingi nimasi dedik. Mana buni shu dish, uningdan boshqa men qurbonlik bir narsa o'ltirib, hayvonotni o'ltirib qurbonlik qilish deganidek, men ashdaq nimasi va ibodatlar. Va buningdan boshqa buniki odamning aqli hayron qoladigan men mushundaq nimalar var, bir e'tiqod varki, bu ibodat varki, u qanday qiladi ular? Men ularniki birisi o'lgan bo'lsa, bunu hem de töt tarafında yağış, sandal yağışını ekilip, şu arka oturga yılık ülühnük cesedi koyup, şu arka yani köydürüp, şu ülühnüki ilgilileri, ailesi kişiler, hiç kanına bir yer ketmeyip, bir kez aşağı durup, aşağı uçup ketken, kül binesken hemen yığıp, taktiğini kıldığın gep, ben kıldığın gep, kılıp anladıyken, bu çanızda hemen bir yer yığıdın, bu yığıp anladıyken bir yergen, comda ya ki caniç, deydiğin iki tane bir deryası var. Şu deryasındaki üzgen, şu külünü apırıp aşağı çaçıdığın gibi. Aşağı onu bu yere, bunu bir yere çaşkadı ki bu iki deryanın nemesi, şu bir yerde tutuşu deyip itikat oldu. Yani bu yerde bir yezi varken Allah abad deyip. Bu Allah abad deyip yer şarındaki denizin tehdide verip aşağı tutuşudu. Şu yerde tutuşkanı bu külünün üzeri aşağı verip Şop. Ancak bir yer kirip, müştak ruhun aşağı kirip, aştak şu, bu boludu, jığılıdı, deydiğin aştak bir nemeler var, itikatlar var. Bu ayran kadarlık neme bu, itikatındaki yüzüçü benim müşahımdı. Hem de bu Hindistan'daki bu dini itikadı da yeni başkan, yeni nemeler var mı, itikatlar var mı? İtikat var. Bu itikatın yüzüden, her kandan bir adam yüzü ölünüşken, benim mükellef, yani kuşu diyese katli öğlenimiz katli olmaydı. Cezben ölünüşü kerek. Deydiğen, benim muşnah nemi var, itikatı. Onun da başkan, bir adam, mesela bir ayağını ip kaşıp kesse, ailesi ya üydün, ben ip kaşıp ketip açtım, iyi olalıysa, onu xutunup kalıdı o. Katli acır çıkışı var, ben bombaydı o. Deydiğen, benim muşnah nemiler var, itikatı var. Onun da başka bunun itikatıdan, aç toy kahvaltı yüzüden, aç o iğrebilen deyişip, ma ayağından tukkan balın üzerine, ayağındaki çoğun dadısıganlıki balısı olsun. Senin balın olmaydı, manın balısı olsun. Dese uçağındaki üzerine, men boludu, makul deyip, men eğer kişi makul ise uçağın üzerine, men şart başta dese, men boludu deydiğen, yani aştaq nemeler var, itikatı var. Ve onun başka, bununki itikadıdan, bunun itikadı, yüzdeki ayağının üzerine, men töven tepek olup kalgan bolsa, yüzdeki ayağının üzerine cinsi münasebet kılmayın, pakiz bolgan deyken, yukarı tepedeki insanlarga, ya ki bayvetçi, ya ki diyhan, ya ki çarvuçi, ya ki ticaretçi, ya ki olmaydı askerini kaşıkırıp sen şöyle bir yat. Şöyle berip cinsi münasebet ötken. Kaçanı ki koşun kelge vaxtınızda andık, kayıp kalgan vaxtınızda kelgeyin, dep işte evet edilen, men muşnah nemeler var, işler var. Bunu istibza deydi. Bunlar hazır kadar müşrik kıldı. Çünkü bunda kılıştan ben bu töven tepki yapıp kalırken ben onu da görüp benim balam yukarı tepki ediklerin süydüğün kelgen olsun. Ben balam bunda capalık kılmayın. Yukarı tepki ediklerin yaxşı adam boludu. Dep muş itikatını körüp muş işin için kılıdığan. Men aşında nemi var itikatlar var. Onu da başka bununki itikadı da bir xutununki bir ayağının özü bir kançı adam ortak ası boludu. Bulup mu? Bir adamın bir kançı oğlu olgan bolsa, bir kançı oğluğa bir xutun etpese, bu toğru oludu deydiğen itikat men hazırgıcı bap oludu.
Men hozir qadar xotin tegishtirgan, hem mush ishni qilgan ishlar men Hindistonda va Hindistondagi yiroq shu yeza, qishloq va tog' rayonlarining o'zida hozir qadar bu davom qiladi. Chunki buning diniy e'tiqodi. Diniy e'tiqoddan ular g'ururi yo'q, ular harom harom derslar bilmagandan bu durust deb qaragandan keyin u bu ishni shu qiladigan. Men mushunda e'tiqodlarniki o'zi nima u bor. Shuningdek endi bir bola o'lib bir odam o'lib ketgan bo'lsa, uniki o'g'li, bu qolgan bo'lsa qizi meros olmaydi ekan. Faqat o'g'li oladi ekan, ammo o'g'li olmay qolsa, o'chan o'zida qizniki o'zi o'chan o'zida mana bu meros ololadi. Yine bir ajoyib ish. Bir ayolniki eri o'lib qolsa, qat'iy bu ayolni bir odam to'y qilishga ham u ayolniki o'zini jamiyat qaytirish qatnashish qat'iy bo'lmaydi. Shum ayol bu. Mush ayolniki shumlig'ida buniki eri o'lib ketdi emasmi deb ashtaqchi qaraydi ekan. Men mush sababdan aş eri o'lgan hamonamni aş ayolning o'lish kerak ekan. Aş o'zini ya pichoq tiqib yoki o'lib aş birovlar dafn qiladigan mush odat bor ekan. Endi hozir ham bu Hindiston hukumati amalda qoldirib binas qon qiladi deydi. Lekin buniki diniy e'tiqodi mushvan. Mana buni hammamiz buni nima qilamiz, buni ozchiq bu yerda uniki o'zida buni tushib bilamiz. Va undan boshqa men bu yilki bir odam bir jinoyat qilib qolsa, endi bir neri şu ailenin içinden bir adam cinayet qilib qolsa, şu ailenin içideki hemmeni tutadigan gap. Mesela bir ailenin içinde bir o'g'ri bo'lib ketdi. O'g'ri chiqib qolgan bo'lsa, şu o'g'ri o'niki o'zini jazolamay, şu o'g'ri qilgan bolaniki ya kishiniki ota-onalar bolalarni hamma akib solab, o'changizda bir qancha kesib ashtaq qildigan buniki diniy e'tiqodidan men mushundaq nima ekan, e'tiqodlar cho'q bor ekan. Men bu eng nima o xato e'tiqodniki bircho shu. Deydimdi. Anda o halde men bu Hindistan'daki yine bazı bir ahlakları var Hindistan'daki yani sabrıcalı oluş, takatlı kılış, çidamlı oluş. Sen muşundak Allah yani berahmet gen ilan. Hakikaten muştak yaratık olganlık muşun çidak ütüp get. Sen muşun çidisan yani 4. tepkide dediğin gibi. Sen muştak kısan sen o dünyaya vakit deydem özün bir dünyası var. Şunu olsa bektas turmuş kürçürsen değil. Şu arkalık anadaki özünki yukarı tepedekiler özünki hakimiyetin müstehkemçi tutup durduğun halatçı şekilleniyor. Yani bu hani karşı çıkmaydı, neymi kalmaydı, müştakçı işçi kalıdı. Yani bu hazırki men muşunda hata itiqat, muşunda tabiat insanın tabiatı doğru olmagan muşunda bir işler bolganlık için bunundan andaki çeçirap çıkıp bölünüp çıkıp mesela Budda dini deyimiz, mesela Çin'i dini deyimiz, Sih dini diye bir kanca din men bu yerden parçalıkçı çıkan. İnşallah bunundaki dersimizden bunu da parçalıp çıkan dillanıki üstü toxtanımız bizim dersimiz mesela müşahit olsun ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.